Hosilingiz sust, barglar sarg'ayyaptimi? Bu magniy yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Agarda zudlik bilan chora ko'rmasangiz, hosildan ayrilib qolishingiz hech gap emas. Magniy sulfat dunya bu o'simliklaringizga kuch-quvvat beruvchi samarali o'g'it. Shuningdek, undagi oltin gugurt, oqsil va vitaminlar sintezini tezlashtirib, o'simlikni har qanday stress holatlaridan asraydi. Pomidor, bodring, kartoshka, bug'doy va o'simlik daraxtlari uchun ayni muddao. Yana bir jihatiga e'tibor berasiz, fosfatli va kalsiyli o'g'itlar bilan aralashtirmasligi kerak. Bu alohida qo'llaniladi. Hoziroq pastdagi raqamlar bilan bog'lanib, buyurtma bering. Hosilingiz sust, barglar sarg'ayyaptimi? Bu magniy yetishmovchiligidan bo'lishi mumkin. Agarda zudlik bilan chora ko'rmasangiz, hosildan ayrilib qolishingiz hech gap emas. Magniy sulfat dunya bu o'simliklaringizga kuch-quvvat beruvchi samarali o'g'it. Shuningdek, undagi oltin gugurt, oqsil va vitaminlar sintezini tezlashtirib, o'simlikni har qanday stress holatlaridan asraydi. Pomidor, bodring, kartoshka, bug'doy va o'simlik daraxtlari uchun ayni muddao. Yana bir jihatiga e'tibor berasiz, fosfatli va kalsiyli o'g'itlar bilan aralashtirmasligi kerak. Bu alohida qo'llaniladi. Hoziroq pastdagi raqamlar bilan bog'lanib, buyurtma bering. Bugun sizga do'konimizda eng ko'p so'raladigan 3 ta o'g'it haqida aytib o'taman. Eshitib ko'ring, balki siz izlayotgan yechim shu yerda bo'lishi mumkin. Birinchisi amoniy nitrat. Azotga boy, barg chiqarishda zo'r, yashil massa ko'payadi, sabzavot va g'allada kuchli natija beradi. Ikkinchisi MKP 5234. Fosfor va kaliyga boy, ildizni mustahkamlaydi, hosilni ko'paytiradi, gullashni tezlashtiradi, mevalar yirik va shirali chiqadi. Pomidor, qalampir, uzum, mevali daraxtlar uchun juda zo'r tanlov. Va uchinchisi NPK 2020. Universalligi bilan ajralib turadi, hosildorlikni 30% gacha oshirib beradi. O'simlik sog'lom va hosili ko'p bo'lsin desangiz, mana shu 3 ta o'g'it aynan siz uchun. Do'konimizga keling, qanday ishlatishni o'zimiz tushuntirib beramiz. Sifatli o'g'itlar faqat dunyoda.